Beshbarmoq yegim kelib, xamir bilan go'shtni suvga solib aralashtirsam, umuman o'xshamasa-da. Qani haqiqiy beshbarmoqga borib kelingchi, nimadir bekitar tepasida turib kuzataman deb beshbarmoqga kelvoldim. Voy kelishim bilan yuring deb o'tovi ichiga olib kirib qo'yib, ofitsiantlar birpasda narsalarni olib kelib tashlashdi. To'g'risini aytsam, bunaqa atmosfera faqat Qozog'istonda bo'ladi. O'zimizda yo'q deb o'ylagandim, lekin adashgan ekanman. Davleniyasi bor opaxonlar uchun ko'k choyga limon choy, so'klari ham limondan ekan. Uyda yopilgan nonu salatgacha o'ziga qilishar. Yo'q, men baribir qanaqa qilinayotgan sirlarini bilishim kerak deb o'chovoshni oldiga chiqdim. Bay, mana go'shtlarni qaranglar. Xamirini yuqaligidan yuzingizga tutsangiz, yuzingiz ko'rinib turadi orqasidan. Xamirini suzib olishgandan keyin ustiga piyozli oliy suvlardan solishdi. Mayli, ko'rinishi hozircha yaxshi, endi mazasini ko'ramiz-da deb turgan edim. Bayt oshpaziga go'shtlarni ko'tarib, qazilidan suyuqlarni ajratib tashlagan edilar. Bu qanaqa qazi desam, bu bizani firmenni hech qayerda topilmaydigan qazimizdan dedilar. Gap yo'q devordim. Men qayerda xato qilganimni baribir bilolmadim deb, mayli, lekin Ikrom beshbarmoqga gap bo'lishi mumkin emas. Maza qilib ovqatlanib, tabiatdan bahramon bo'lib uyga qaytdim.